Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Jannat va do'zaxning abadiyligi bayoni. Wala tafnal jahimu walal jinanu wala ahluhuma ahlun tiqali. Ma'no jihatidan tarjimasi. Do'zax va jannatlar yo'q bo'lib ketmaydi va ikkalasining ahllari ham ko'chib o'tish ahli bo'lmaydilar. Nazmiy bayoni. Do'zaxu jannatlar hech fano bo'lmas. Ularning ahllari ko'chmas va o'lmas. Matn sharhi. Jannat va do'zaxga iymon keltirish oxirat kuniga iymon keltirishning bir bo'lagi hisoblanadi. O'shi rahmatullohi alayhining do'zaxu jannatlar hech fano bo'lmas degan so'zlari jannat ham do'zax ham yaratib qo'yilgan. Ular hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi. Ularni Alloh taolo boqiy qoldiradi degan ma'nolarni o'z ichiga oladi. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodiga ko'ra jannat va do'zax hozirda mavjud bo'lib, ular hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi. Bu masalada ham Mu'tazililar kabi adashgan toifalar jannat va do'zaxning hozirda yaratib qo'yilganini inkor qilishib, ularni Alloh taolo qiyomat kunida yaratadi. Agar hozirda mavjud bo'lsa, oyati karimalarda xabar berilgandek yo'q bo'lib ketishlari lozim bo'lib qoladi degan e'tiqodda bo'lishgan. O'zlarining bu so'zlariga dalillar keltirishgan. Astaizu billah. Kullu shay'in halikun illa vajhahu. Uning yuzidan boshqa barcha narsa halok bo'luvchidir. Qasos surasi 88-oyat. Ushbu oyatni Abu Mansur Maturidi rahmatullohi alayh quyidagicha tafsir qilgan. Bu oyatni ba'zi ulamolar Alloh taolodan o'zga manfaati va shafoati umid qilinadigan barcha narsalar botildir. Faqatgina undan umid qilingan va u uchun ado etilgan amallar bundan mustasnodir degan ma'noda tafsir qilishgan. Ba'zi ulamolar esa barcha narsalar halok bo'luvchi va zavolga uchrovchidir. Faqatgina uning o'zi boqiy qoluvchidir. Chunki u zot hech qachon o'lmaydigan doimiy hayot va hech qachon zavolga uchramaydigan doimiy bor bo'lgan zotdir, deya tafsir qilganlar. Ya'ni Alloh taolodan boshqa har bir narsa halok bo'lguvchidir. Boshqa bir oyatda ham barcha jonzotning foniy bo'lib, faqat Alloh taoloning o'zi boqiy qolishi xabar berilgan. Astaizu billah. Kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha mavjudot fonidir. Ulug'lik va ikrom egasi bo'lmish Robbingning yuzi boqiy qolur. Ar-Rahman surasi 26-27-oyatlar. Ushbu oyatlardagi kullun kalimasi ammun va jami'un kabi umumiylikni ifodalovchi kalimalarning eng kuchlisi bo'lib, u cheklanmagan ko'plikka dalolat qiladi. Modomiki bu kalimani mazkur ma'nosidan boshqa ma'noga o'zgartiruvchi dalil bo'lmasa, u asli holida turaveradi. Shunga ko'ra, jannat va do'zax hozirda yaratib qo'yilgan bo'lganida, ularning ikkalasi ham, ichidagilar ham qiyomat kunidan oldin boshqa maxluqotlar qatori yo'q bo'lib ketishi lozim bo'lib qolardi. Ularning abadiy ekani hech qachon yo'q bo'lmasligi xabar berilgan. Shuning uchun ham ikkovini Alloh taolo qiyomat kunida abadiy yo'q bo'lmaydigan qilib yaratadi deyishgan. Ularning bu tushunchalariga qarshi biror kishida shak shubha qoldirmaydigan darajadagi ochiq oydin dalillar keltirilgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.